Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga Class Jaguar 850 oziq o'rish kombayn haqida ma'lumot beramiz. Hammamizga ma'lumki, Class konsernining Jaguar oziq o'rish kombaynlari butun dunyoga mashhur. Bu kombayn eng ishonchli va puxta o'ylangan kombaynlardan biri hisoblanadi. Hozir buni sabablarini sizga aytib beraman. Kombaynning yuragi dvigateldan boshlaymiz. Kombaynga 428 ot kuchiga ega Mercedes-Benz dvigatel o'rnatilgan. Dvigatelga esa havo kompressori va avtomatik ravishda dvigatelning oborotlarini kamaytiradigan tizim mavjud. Bu tizim kombaynning yoqilg'i tejashiga xizmat qiladi. Uzatmalar qutisi 2 pog'onali gidrohajmli bo'lib, elektr gidravlik tarzda boshqariladi. Kombaynimizga markaziy moylash tizimi ham o'rnatilgan. Bu nima degani? Kombayn kerakli paytda o'zini o'zi moylaydi. Yoqilg'i bakini hajmi esa 1150 litr. Siloska konservatlar uchun 375 litrli bak ham bor. Bu yerga esa instrumentlar qo'ygani joy bor. Kombayniga direct stop tizimi o'rnatilgan. Bu nima degani? Agar silos o'rayotgan paytingizda to'satdan oqimga tosh yoki temir tushadigan bo'lsa, texnika darhol to'xtaydi. Bu texnikaning buzilishini va chorvangizni ozuqasiga begona narsa tushishini oldini oladi. Kombaynimiz ikkita jatka bilan jihozlangan. Birinchisi makka jihori uchun mo'ljallangan qamrov kengligi 4,5 metr bo'lgan Orbis 450 jatkasi. Ikkinchisi o't beda uchun mo'ljallangan direct disk jatkasi aravachasi bilan birga. Bu kombaynda maydalash tizimi eng muhimlardan biri hisoblanadi. Kombaynimizga 24 ta pichoqdan iborat V-Classic baraban o'rnatilgan. Diametri 630 mm, kengligi esa 750 mm. Shuningdek, bu texnikamizga multi-crop cracker o'rnatilgan. Bu esa silos kombaynlar uchun mo'ljallangan eng ishonchli don maydalagich tizimi bo'lib, makka jihori va boshqa yem ekinlarni yuqori sifatda maydalaydi. Kabina juda ham komfortli, ruli qulay, o'zingiz xohlagan tarzda sozlab olsangiz bo'ladi. Sidinyalar juda ham yumshoq. Qo'shimcha o'rindiqlar mavjud. Qo'shimcha o'rindiqning suyanchig'ini siz stol sifatida foydalansangiz bo'ladi. Tagida esa xolodilniki bor. Konditsioner zimoleti o'rnatilgan. 12 dyuymli sensorli monitor o'rnatilgan. Mana bu joystick orqali kombaynning barcha funksiyalarini boshqarish mumkin. Jaguar 850 kombayni bu ishonchli va sifatli ozuqa tayyorlash uchun mo'ljallangan kombayn. Qo'shimcha ma'lumotlarni olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.